Biz bolaga har kun cho'milish mumkin emas, bilardingizlarmi? Lekin men kuniga 2 marta kallamni yuvmasam o'tirolmayman. Bugun ham babulamdan gap eshitib sochimni yuvib keldim ertalab. Chunki menga aytdilarki, Fluarion degan yangi fen chiqqan, Dyson bilan birma-bir raqobat qiladi dedilar. Keyin u joksiz sizlarning sochlaringizni ukladka qilib, jingalak qilib, bir sutka turib beradigan qilib beradi dedilar. O'shani sinash uchun majbur ertalabdan turib sochimni yuvdim. Lekin yoqqan tarafi sochimni umuman kuydirmasdan bittaga quritib berar ekan, unchalik ham ko'p shum ham qilmaydi. Keyin uchjok umuman kerak bo'lmaydi. Bundan oldingi fenim sochimni yo'qqa tursin, qo'limni ham kuydiraydi. Bu dahshat moshni bo'lsa ham, vobshe kuydirmadi qo'lchamni. Ish qilib sinovimdan o'tdi. Shunagina chimadanchasiga qaytib tiqsam, sandig'imga qo'ydim. Kelin bo'lsam, zuyuridan ishlataman deb. Bilaman hozir bittaga so'raysizlar, qayerdan oldingiz, nech pulga deb. O'sha uchun sizlarga pastga profilni ham qoldiraman. Agar Kosmos Bro nomidan chiqsalaringizlar agar promokod sizlarga 20% skidka. Bundan tashqari yo Instagramim yo'q desalaringizlar agar Uzum marketdan ham topishlaringiz mumkin. Shunday qilib sizlarga aytmasdan bitta yangilikcha boshlab qo'ygan biz. Jiyanim keldi, ukam bilan o'sha yangilikchani borib ko'rib keldik. Ustalar yaxshi ishlayotgan ekan, har zaman xabar olib, keyin borib kreditdan ovqat-paqot narsalar yedikda, qolgan ishlarimizni qilib uyga keldik. Ungacha aka-baqa keldilar, u kishi bilan syomka qildik. Ungacha esa nanam keldi. Davay mani videoga ol, raspakovka chek dedilar. Bunday qarasam agar 5 talik lagan olibdilar. Keyin u laganni oldimmi, buvimni oldilariga bordim, bitta prankcha o'ynaymiz dedim. Ha dedilar. Ungacha bitta reklamni rolikim bor edi, ukam bilan o'shani olib, aka babulam aytdilarki, "Meni ham chiroyli qil" dedilar. Yoz kraska bilan sochlarimni kraska qilib assalcha qildim. Kechasi bo'lishiga qaramay, jaluzichilar kelibdi, hammasini qo'yib berdi. Ungacha yana bitta katta raspakovka keldi.